Salom bolalar, aytganimdek, ikkinchi taymga o'tdi o'yin. O'yin 1-1 bo'ldi, ya'ni 2 bo'ldi. Aytganimdek, Lazio baribir urish kerak edi, chunki chempionat Italiyaning Serie A'sida ketyapti ikkinchi o'rinda va natijani ko'ramiz. Mana ko'rdinglar, уже 2 bo'ldi. Ya'ni men tikkan kuponimni второй taymga tikdim va natija ko'rib turibsizlar, 2 dan kam bo'lmasligi kerak. Natija g'alaba bor bolalar, 2 bo'lib turibdi. Ya'ni 2 dan bitta yana ham ursa, bu ham bir natija bolalar. Buni farqi yo'q. 2 ta uradi dedimmi? Ya'ni 2 ta uradi deganda 2 ta gol bo'lishi aniq edi. Oba zabitga ham tiksa bo'lardi va nimaga ham tiksa bo'lardi. Xullas natija shu bolalar, ko'rib turibsizlar. Kimga bo'lib turgan bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib olinglar bolalar. Telegram kanalimga o'tib olsanglar, Telegram kanalimda mana bo'lib o'tayotgan hamma chempionat turnir va slot va albatta hammasidan bor bolalar. Nazoratinglar ostida turadi. Nazorating deganda любой payt kirib, ko'rib foydalansanglar bo'ladi. Aldov yo'q, boshqa yo'q. Ya'ni bunda men anchadan beri o'ynab kelaman va natijalar bo'yicha ham sal matematikaga ham sal qarashga harakat qilaman. Sal harakatda emas, baribir matematika bo'yicha nimaga qarab o'ynashga harakat qilaman. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, 5-aprel bugungi bo'ladigan o'yinlar. Tak, aprel oyi uchun berilgan bu. Tak, Mankitya bilan Aston Villa va Juventus bilan Lazio. Lazio bilan Juventus lekin juda ham kuchli bo'ladi o'yini. Va Zamalek bilan Al-Masira. Tak, bularda ham xuddi shu. Buni ko'ramiz natijalarini albatta. Obuna bo'lib qo'yasizlar bolalar. Telegram kanalimga o'tib. Tak, natija bor уже bizlarda. Ikkinchi taym tugashini kutamiz. Ikkinchi taymimizning 5-daqiqasi boshlandi уже. 82-daqiqa Lazio bitta urdi. Bundan oldingi taymda bitta urdi Parama va 1-1 bo'ldi hisob. Nichiya bo'lishi ham mumkin dedim, bilsanglar agar, yoki Lazio baribir urish kerak dedim va urdi. Mana hisob, natija bor bolalar, ko'rib turibsizlar. Ikkinchi taym 82-daqiqasi boshlanibdi. Nichiya bo'lishi aniq ekan. Hamma nimalar quplandi уже, bo'ldi. Bu yerga endi natijani kutamiz va balansimizni ko'ramiz hozir. Tak, balansdan kelib chiqqan holda 115.037 so'm qo'yganman. Ya'ni 115.000 deylik. 138.965 so'm ikkinchi taymga qo'ydim. Va 500.000, ya'ni 400.000 foydadaman, xudo xolasa. Kanalimga o'tib qo'yasizlar bolalar. Albatta o'tib qo'yinglar. Bu yerda albatta men kerakli izohlar va informatsiyani berib turaman. Mortal Kombatda 7 bitta уже. Ya'ni bunda natija 45. 54 kam qilsam bo'lar ekan. O'zi har doim shunaqa bo'lgan. Mayli, nicho bo'lib turadi. Tak, mana ko'rib turibsizlar. Bu o'yinni tugashiga 82, ya'ni arzimizga 7 daqiqa, ya'ni 10 daqiqa qoldi. Va g'alaba bizlarga bolalar. Telegram kanalimga albatta o'tib qo'yinglar bolalar. Kim yengib turgan bo'lsa